Colgate'ni bitta yoqqan tarafi, bunda ham o'sha kamchilik, ishchi asosiy qismini qalinligi, mana bu yeri yo'g'onligi shotkani erkin harakatiga xalaqit beryapti. Buni oldingi tomon egilganligi ham menga juda ham xalaqit berdi. Bilmayman nima uchun buni dizayn balkim shunaqa qilib ishlab chiqarishgandir, lekin foydalanishda menga bir muncha qiyinchilik tug'dirdi. Masalan, ichki tishimni ichki yuzasini tozalashligimga ham ozgina miqdorda og'zi kichkinalar bundan foydalanishi juda qiyin bo'ladi. Bitta yoqqan tarafi nima bo'ldi? Buni orqa yuzasida tilni ustki qarishlarni tozalash uchun joy ajratganligi menga yoqdi. Umumiy hisobda xulosa qilib aytadigan bo'lsak, menga eng yoqqan shotka Splatni o'rtacha qalinlikdagi shotkalar turidan Splatni shotkasi menga yoqdi. Bularni solishtirayotganda narx nisbati bir xil turdagi shotkalar tanlandi. Shotkalarning qalinligi o'rtacha qalinlikdagi shotkalar tanlandi va maxsus shotka emas. Misol tariqasida shotkalarda shunaqa xususiyat borki, qaysidir brendlar ishlab chiqaradiki, aktivniy ugl